Assalomu alaykum. Mana bugun birinchi obzorimizni Chilonzor 19-kvartaldan boshlaymiz. Bu tarafdan kelishinglar bozorcha taraf, bu tarafi avtoshkola, shundoq profi indan kelishinglarda Kardinka mahalla ochilgan. O'shani domida birinchi etajda $61,000 ga uy sotilyapti. Kardinkadan kirib kelishimizda 5-podez birinchi etajda joylashgan, podullari ham bor, 45 kvadrat metr. Maktab, bog'cha, shundoq uyi yonida. Mana uyimiz ichiga ham kirdik. 2 xonali uyimiz, mana birinchi xonasi zal, mebellar qoladi, bitoy texnikalar ketadi. Mana oshxona, sal remonttalab ekan, lekin ochilmas ekan. Uyimiz birinchi etaj $61,000, 2 xona. Egalarining nomerini pastda ham qoldiraman. 45 kvadrat metr. Poduli ham bor, poduli tashqari. Ichkari ham, spalnisi ham yaxshi. Koridordan kirib kelishimizda mana vannasi. Kir mashinalar ketadi.